Jimani Trans 10 yilligiga bag'ishlangan mega aksiya tadbiri qanday bo'lib o'tdi? Avvalambor ishchilar kelib, barcha narsalarni tayyorlashni boshladik. Sovg'alarni esa shaxsan o'zim tekshirib oldim. Va ana-mana deguncha mehmonlar ham kirib kelishni boshlashdi. Bundan tashqari esa Koreyadagi 20 ga yaqin elchixona vakillari ham tashrif buyurishdi. Keyin tadbir ham boshlandi. Birinchi bo'lib Koreya do'mbirasi chalindi hamda Koreya milliy qo'shig'i tinglandi. Tadbirni boshlab berish uchun Jimanining bu tadbiriga umumiy hisobda 400 ga yaqin mehmonlar tashrif buyurishdi. Keyin esa Jimanining yangi dizayndagi kartalarni ham qisqacha namoyish prezentatsiyasi bo'lib o'tdi. Barcha ustunliklari aytilib o'tildi. Va tadbirning eng yorqin joylaridan biri bu Koreyadagi O'zbekiston elchixona vakillari ham alohida e'tirof etildi. Endi esa navbat shohona bufetga. Barcha kelgan mehmonlar Jimani dasturxonida mehmon bo'lib, bir-birligi bilan yaqindan tanishishdi. Keyin esa Jimani mega aksiyasidagi barcha g'olib bo'lganlar o'z sovg'alarini sahnaga chiqib olishdi. Va eng yaxshisi bizni o'zbek hamyurtimiz ikkinchi o'rin, ya'ni iPhone 17 Pro Max yutib olgandilar va biz ularning sovg'alarini sahnada barchaning ko'z oldida qo'llariga topshirdik. Jimani Transda hali bunday aksiyalar ko'plab bo'lib o'tadi. Shunday ekan, sizlar ham Jimani Transdan faol foydalanib qolishingizni so'rab qolamiz. Avtomobilni minib ketish esa mana shu vyetnamlik mijozga nasib qildi. Ularni ham chin ko'ngildan tabriklab qolamiz. Tadbirni yakunlash uchun esa Waving Flag qo'shig'i aytilib, Jimanida ishlaydigan barcha millat xodimlari sahnaga chiqib, o'z bayroqlarini ko'tardi. Barchaga xayr, bizga obuna bo'ling.